assortimentda tovar chiqaradigan do'konni butun O'rta Osiyodan ham topolmaysizlar. Aniq yana men pichoqlarim bilan aloqaga chiqyapman. Qizlar tovarlarni doda xo'jalari keldi. Xudo xohlasa sizlar uchun preslarimizni ochaman. Sizlar uchun mana bor kuchimni sarflayman, o'rtoqlar, tovarlarni qaranglar. Sizlar uchun shimla menimcha bular hammasi mana remellari bilan komplekt kelibdi. Davay ikkinchi qopimizni ochamiz qizlar, sizlar uchun mana. Voy dod, o'zi ham mol so'ragandek so'rayapman bularni qizlar. Qaranglar, bu yerda ham polniy tovarlarimiz. Mana hammasi sizlar uchun. Любой Dilimuzda filialiga borasizlar. Ana endi yana bugundan yengitdan to'ldirilgan magazinimizga kelib xaridinglarni amalga oshirib keturasizlar. Xo'p, bu yerda yana ikkita qoplarimiz bor qizlar. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana. Tovarlar o'zi ham oddiy kelmayapti qizlar, buni oqib kelyapti hammasi. Bu yerda уже dvoyka qo'yinglar menimcha. Qaranglar. Sizlar uchun zo'rlardan xudo xohlasa chiqazamiz sotuvga. Oxirgi qopimiz o'zi ham har kuni targovlarimizga kelyapti bizga. Bu yerda ham to'liq tovarlarimiz qizlar. Endi bularni ichidagina xudo xohlasa har bitta filiali modellari kiyib sizlarga obzor qilib berishadi. Do'konimizda bo'lsa, hammalarni kutib qolamiz qizlar.